يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Ramazoningizga yana bir qatim muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu Ramazon oyini sizlar uchun toat, ibodat oyi qilib bersin. Alloh subhanahu va taolo sizlarni yaxshi ko'rgan barliq qarindoshlarni mushu oyda do'zaxdan qutulgan kishilarning qatoridan qilib bersin. Bu Ramazon shundoq bir ulug' oyki, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Rajab oy kelish bilan qo'lni osmonga ko'tarib, ey Robbim, bizning Rajab oyimiz bilan Sha'bon oyimizga barkat ato qilgin, Ramazon oyiga bizni ulashtirgin deb Ramazon kirishdan 2 oy burun Allohga iltijo qiladi. Ramazon kelishni zo'r ishtiyoq bilan kutadi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunday deydi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini angladim. Law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat an takuna sanata kullaha Ramadan. Navod bandalar Ramazonda ba fazilat, yaxshilikni bilgan bo'lsa, yilning hammasining Ramazon bo'lishini arzu qiladi. Demak, Ramazon bo'lsa, biz bandalar uchun ilohiy bir in'omdir. Burunqi salaf ulamolarimiz, peshqadamlarimiz bu oyni Alloh subhanahu va taologa alohida qulchilik qilish murosim ay qilgan. Bu oyning ulug'ligidan, kattaligidan ular bu oyni qulchilik qilishning eng yaxshi fursati deb bilgan. Shunda qarindoshlar, bu oy ruhni tavlaydigan oy. Bu oy shahvatdan, havoyi havasdan nafsimizni poklaydigan oy. Bu oy shuni bilishimiz kerakki, inson o'zini isloh qiladigan oy. Bu oyda her bir mu'min, musulmon o'zining ruhini, nafsini poklash kerak. Bu ayda eng aqallisi o'zimizdagi bir nachar illatni tugutib, yaxshi bir xislatni o'zimizga o'zlashtiradigan ay. Mana bu Ramazonning uqumi, Ramazonning tushunchasi. Agar biz bir tamak chiqadigan nachar illat bo'lsa, buni tashlaydigan ay. Agar bizda bir yolg'on gap qiladigan bir illat bo'lsa, mana bu oyda tashlaydigan ay. Chunki Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda "Man lam yada' qawla az-zur falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu va sharabahu" dedi. Kimiki yolg'onchilikni tashlamasa, Allah subhanahu wa ta'alaning uning bir ro'z tutishga, ya'ni yeyishni, ichishni tark etishga ehtiyoji yo'q deydi qarindoshlar. Agar birisini tillasa deydi, birisi sana haqorat qilsa, sen men ro'z tutgan odam deydi. Ya'ni buningdan biz o'zimizni tutib olishni, so'g'aqqan bo'lishni, boshqalar bilan jangi jidal qilmasligimizni, hatto Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam ro'z tutgan odam fala yasxab deydi. Ovozliq alalala qilib to'lab qalaymiqan gap qilmayani varang churun qilmasin deydi. Mana bu Ramazonning javhari qarindoshlar, Ramazon tushunchasi. Undaq bo'lgan ekan, bizning Ramazondan burunqi holimiz bilan Ramazonning din keyingi holimiz o'xshab qolsa. Chuqum Ramazondan keyingi holimiz Ramazondan burunqi holimizdan farqli bo'lish kerak, yaxshi bo'lish kerak qarindoshlar. Biz eng aqallisi bu Ramazonda bir nachar illatni tugutib,
yaxshi bir xislatni o'zimizda o'zlashtirishimiz kerak. Mushunda bo'lganda biz 5-6 yil ro'za tutsak, har yili bir necha yomon illatdan qutulib, go'zal xislatdan bir ishkini o'zimizga o'zlashtirsak, biz 5-10 yil Ramazon tutsak, Allohida bir shaxsga aylanamiz. Mana bu Ramazonning bizdan kutgani, mana Alloh subhanahu va taolo Ramazondan farz qilib bizdan kutgani. Sizlar Qur'oni Karimni o'qisanglar, Alloh subhanahu va taolo Ramazonni farz qilganlik to'g'riliq oldi bilan men Ramazonni sizlarning taqvodorlikda voyiga yetishinglar uchun farz qildim deydi. La'allahum tattaqun. Oxirgi oyatda la'allahum yarshudun deydi. Mening Ramazonni farz qilishimdagi sabab sizlarning bir aqlingizga kelamiki, ya'ni buxutlikdan, g'aflatdan uyg'onamiki, o'shiga kelamiki deb Ramazonni farz qildim deydi qarindoshlar. Mana bu Ramazonning xislati. Shuning uchun bizningki Sha'bondagi holimiz bilan Shavvoldagi holimiz o'xshash bo'lib qolsa bo'lmaydi. Agar unda bo'lmagan ekan, bu Ramazon quruq shuarga aylanib qoldi qarindoshlar. Bu biz nurg'un kutgan nishon, g'oyalarimiz, maqsadlarimiz hammasi quruq bir parangga aylanib qoldi. Agar Ramazonda faqat yeyish, ichishli cheklanadigan ish maqsad qilingan bo'lsa, aksicha Ramazonda butun islom dunyosida yeydigan yemekliklar, ichadigan ichimliklar boshqa vaqt qaraganda alohida ko'p iste'mol qilindi. Shuning uchun sizlar musulmon ko'p rayonlarda Ramazonda talla bozoriga kirib qo'yganlar, say bozoriga berib qo'yganlar, mevchi bozoriga berib qo'yganlar, shundoq bozorning qizib ketganligini ko'rsizlar. Xalqlarning top og'ini ko'rsizlar. Ya'ni statistikalarda aniqlam har qanday islom davlatlarida Ramazonda 2 hassa, 3 hassa ortiq yemeklik, ichmaklik iste'mol qilindi. Agar Ramazondan yeyish, ichish maqsad qilingan bo'lsa, demak bu Ramazonimiz yeyish, cheklash maqsad qilingan bo'lsa, bu Ramazon amaliyotda aksi bo'lib qoldi. Demak, Ramazonning nishon maqsadi bir musulmon o'zidagi illatlarni, yomon nachar axloqlarni, sifatlarga xotim berib, hech bo'lmaganda bir ikki go'zal xislatlarni o'ziga yetildirish uchun Alloh subhanahu va taolo bu Ramazonni sil bizga farz qilgan qarindoshlar. Bu Ramazon bo'lsa Allah subhanahu va taologa yaqinlashib oldigan, Alloh bilan bo'lgan aloqani chingitib oldigan, o'zimizni isloh qilib, hayotimizni yangidan boshlash uchun bir fursat qilingan Ramazon qarindoshlar. Mani faqat unutib qolmaydi. Mana bu Ramazon farz bo'lishdiki, Qur'on hadisda bayon qilingan Ramazonning farz bo'lishdiki maqsad nishon ma'vo. Oyat hadislarni o'qisak, mushu chiqadi qarindoshlar. Ya'ni bizning Ramazon tutishdan burungi holimiz bilan bir oy Ramazon tutgandan keyingi holimizda farq qilish kerak. Agar Ramazon tutishdan burungi holimiz bilan Ramazondan keyingi holimiz o'xshash bo'ldi desak, biz og'izni bo'g'ib qo'ygan kalaga o'xshab qoldik. Alloh subhanahu va taolo ro'za tutgan qarindoshlarimizni bulardan qilmasin. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy ro'za tutib, o'zining nafsidan hisob elib, o'zining axloqini tekshirib, o'zidagi yomon illatlarni to'nib, yaxshi illatlarni o'ziga o'zlashtirgan va yomon illatlarga xotim bergan, hech bo'lmasa o'zidagi bir necha eng aqallisi bir yomon illatni tugutib va tugutishga niyat qilib, yaxshi bir islomga, Qur'onga, Alloh yaxshi ko'radigan, Allohning payg'ambari yaxshi ko'radigan, mu'min musulmonlar yaxshi ko'radigan bir yaxshi xislatni o'zimga o'zlashtiray deb shuningga tirishib va o'zlashtirib, mushundoq Ramazondan chiqargan nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.